Mani sallani oyliging. Ertaga vaqtida ishga chiqiladi. Rahmat. Men bu saniki o'rtoq. Sen ham ozgina shu ustili bo'lsang, menga o'xshagan oila olasan. Bo'la qol o'rtoq, qizlar tayyor, chiq mashinaga. Aytgancha o'rtoq, bugun bolalar bilan dachaga chiqamiz. Xohlasang yur, kakras oylikni oldik, bir mazza qilib kelamiz. Nima deysan? Yo'q o'rtoq, men bormayman. Bemalol o'zinglar borib kelaveringlar. Sen o'zim bundoq bir bizga ham qo'shilib yurgan. Pulingni faqat yig'ib yotavermagan. Qolib ketasan shunaqa. Xohlasang yur, to'layman o'zim. Sen pulingni ishlatmaysan-ku, tekinga yurish yoqadi-yu senga. Menga qara o'rtoq. Sen hozir shuncha mehnat qilib topgan pullaringni birgina kayf safoga ishlatmoqchisan. Meni uyimda qanaqa sharoit bo'layotganini, onam meni qanaqa ahvolda kutayotganlarini sen bilmaysan. Do'stligimizga keladigan bo'lsa, do'stligimizda birgina pulga taqalayotgan bo'lsa, senlar bilan hali shunaqa qalin do'st